emasmi? Savurgan bola emasmi? Voy ko'zmunchoq. Yoqimtoy. Ha? O'shalar. Obbo, yana kaltiymanmi? Ma qo'ssalat. Nima edi? İçimde qora narsa yo'q lekin bora yuragim qoraydi. Yo'qdir bir chora qaytarishga holim. Qara ahvolim guldek so'ndim-ku. Guldek so'ndim-ku. Hamma hayollarim nariga boshqa narsa o'rgatar ekan. Maktabda hamma bilar ekan qandoq qilib men yashashim kerakligi. Topuvdim birinchi sevgini, ko'tar olmadim uni fe'lini. Hech kim qidirmas ekan kelinni, asab o'ladigan joyda. Ma. Kuldirchi. Anidot aytib ber. Ertaga mendan pul so'ravermasliging uchun masxarabozligingni yig'ishtir. Yeyishga tayyorgarligingni ko'r. Temir yo'lga kirasan. Sur. Akamsan-da bo'lmasa San Shahloni Bliskisida yo'qmisan? Ha, qo'yur. Seryozni yo'qmisan ey Bliskisida? Tushunmadim she'r. Demak, qo'yur. Rostdan yo'qmisan? Nima xohlasan? Sani esdan chiqarganlarni sen eslab yurishga majbur emassan. Psixolog? Yiqilasan. Qara, shirinligini. Da, tim bo'ldi televizorda ham chiqyapti. Televizorda? Kim aytsa? She'r aytyapmi? Qara, shirinligini. Men she'r aytayotganim yo'q. Sanjar aytyapman. Do'stlar bilan yurganda kichkina yo'lchada kezamiz ko'chalarni va ko'cha o'rganda ko'p narsalarni. Kezamiz ko'chalarni va ko'cha o'rganda ko'p narsalarni. Kezamiz ko'chalarni va ko'cha o'rganda ko'p narsalarni. Allaga alohida qo'ng'iroq kerakmi? Siz ham bular bilan bir o'qishni davom ettirsangiz bo'lar ekan. Gitara oling. Ustoz, xonamga olib kirib qo'yaman. Senga bu san'at maktabimi? Bor darsingga bor.
Bor darsingga. Siz esa xonamga yuring. Senga maktab nechida boshlanadi? Tur, ovqatingni yeginda maktabingga jo'na. Xo'p. Uyimni oldiga kelib tur. Cho'milib tushamiz. Chapil urmagini. Men qarang keling. Sharoitingiz tushunib, shuncha payt indamadim. Bir oy kechiktirsangiz ham indamadim. 3 oy bo'lib ketdi. Bo'ldi-da, endi o'rningizga boshqa odam topaman. Bugun kechki payt bir oyligini yetkazib beraman. Qolganini keyingi hafta. Maylimi, iltimos? Aytadi-ku. Otang bozor, onang bozor. Uyga pulov bormasang ham bozor. Bo'pti. Men qara bir oyligini ham qo'shtirib olgin, tushundingmi? Yes. Yaxshi. Opa mayli gaplashib beraman, faqat 2 oylik bonus ham qilib berasiz-ki. 2 oylik? Bo'lmasa iloji yo'q, opa. Mayli. Detskiy kravatni borib o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz kerak. Interneting ko'pincha aldaydi. Mayli. Siz nima deysiz shu adasi? Lekin qiz bola bo'lib qolsa-chi? Keyin shuncha olgan mebelimiz kuyadimi? O'zingda ko'rgan vrachlar o'g'il bola deyishdi-ku. Apparatlar aldashi ham mumkin-ku adasi. Mayli, bu yo'q endi xudodan. Men maktabda o'qillanaman. Pul berasizmi? Mana. Bo'ldimi? Ko'pmi? Mayli, qolganini erta ishlatarsan. Bu yo'lkiramga ham yetmaydi-yu. O'g'lim, bizi davrimizda 20 tiyin berishardi. Hozir boshqada u. Sen adanga gap qaytaradigan bo'ldingmi hali? Qo'ying adasi. Ko'rmaysanmi? Yoshda. Doim yonini olasan. Qo'ying. Qadrdonim, yaxshimisan? Qo'rqma. San oldinga eski ishlarni esdan chiqarish uchun keldim. Qo'lim qaltirayaptimi? Yo'q. Qatdan unda qo'rqyapti deb o'ylayapsan. Mana o'sha baxti. Mash xarakteringni sog'inganman deysani bori. Maqsad? Xullas, eski ishlarni yig'ishtirganman. Maktablar, patsallar, hammasini yig'ishtirib oldim. Maqsad katta. Shaharni dori bilan обеспечить qilish. O'ta katta soqqo'yniydi. Shuning uchun menga ishonchli bolalar kerak. Menga hali ham ishonar ekansan-da.
Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Kim edi u? Eski tanishim. Nima deyapti? Sog'inib qolibdi, o'shanga kelibdi. Bo'ldimi? Savol javoblaringiz tugadimi? Haydang endi maktabga. Hammaga salom do'stlar. Maktab seriali yaqinda Salom TV platformasida chiqadi. Qanaqa qilib ro'yxatdan o'tishni bilish xohlaysizlarmi? Telefoningizga Apple или Android bo'lsa, shu приложениeni skachat qilasiz, Salom TVni yoki Salom TV saytiga kirasiz, agar kompyuterdan bo'lsangiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, ism, familiyangizni, telefon raqamingizni, mail pochtangizni hamda parolingizni kiritib, keyingi tugmani bosasiz. Va telefon nomeringizga kod keladi. O'sha kodni kiritib, tasdiqlash tugmasini bosasiz. Bosganingizdan keyin yana boshidan platformaga qaytamiz. Salom TV platformasiga kirib, telefon raqamingizni hamda parolingizni yozib, kirish tugmasini bosasiz. Pastga tushib, kerakli tarifni tanlaysiz va to'lovni amalga oshirasiz. To'lovni amalga oshirganingizdan so'ng sizga cheksiz filmlar va seriallarga dostуп ochiladi. Endi mazza qilib tomosha qiling. Chips esdan chiqmasin. Chipsga boykot e'lon qilganmiz biz. O'zi siz bu yoqda kim bo'lib ishlaysiz? Ey! Hayolingiz joyidami? Kim bo'lib ishlaysiz? Fizkultura o'qituvchisimi? Figurangizni bundan xabari bormi? Xabar bo'lsa kerak. Shuncha yil ishlagan bo'lsangiz ham bizani maktab biron marta chempionatga qatnashmagan. Yoki bo'lmasam birorta o'quvchimiz fizkultura institutiga kirmagan. Arizangizni yozing, bo'shaysiz. Nima demayman, opajon? Bolalar menga rasam o'rganib qolishgan. Unisiga pensiyam yaqin. Agar siz hozir meni haydab yuborsangiz, keyin meni kim ishga oladi? Iltimos, opajon, haydamang meni. Bo'ldi. Ko'zing siydigidan qizma. Senga 2 oy muhlat. Bizning maktabimiz bironta chempionatga qatnashib, g'olib bo'lish kerak. Xo'p bo'ladi. Bitta bolamiz bo'lsa ham fizkulturingizga kirish kerak. Tushundingmi? Tushundim. Xo'p bo'ladi. Hal qilamiz. Bor. Do'stlar. Rahmat. Gitara. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Hamma joyiga o'tirsin. Zvanok o'qituvchiga, o'quvchiga emas. Bolalarga deb pul olib kelsam. Nimaga? Biz ham o'zimiz uchun zvonok qo'yib qo'yaylik bitta. Orqa parda. Eshityapsizlarmi? Ertaga sizlarga shablon beriladi. Kim qaysi institutga kirishini to'ldirib berasizlar. Uyda ota-onalar bilan maslahatlashib kelinglar. Bo'ldi, endi hammaga ruxsat. O'z shu o'yin sizni bir kun boshingiz yedi-da. Qimor o'ynash yaxshi emasligini bilasizmi o'zi? O'zimdan katta qiz bilan gaplashishim yaxshimi? Shu xarakteringizni yaxshi ko'raman deb. Kartani 100 ming pul bormi tashlab? Har. Xo'sh bolalar, maktab bitirgandan keyin qaysi institutga topshirmoqchisizlar? Mani uydagilarim temir yo'lda o'tdi. No, men akamning tili bilan aytganda masxarabozlik qilish uchun teatrallikni o'ylab turibman. Men Westminster kirmoqchiman. Kirganingdan keyin tez chiqib ketgin, qorovul ko'rib qolmasin. Pedinstitutga kiraman desang, ishonardim. Chunki sendan zo'r bog'chaga chiqadi-da. Yaqinlaring mashina qilib tursa, qolganlardan meni ham kutaman. Voy, namuncha Doningni qiziga o'xshab tez xafa bo'ladigan bo'lding. Faqat men Prosta jigar Westminsterga kirish uchunchi ko'p pul kerak. Yoki ko'p pul kerak. Apple. O'zingizcha, yigitlar, qizlarni ajaladigan institut yo'q-ku, qaqqa niyat. Endi maktab bitirsam, adam viza bersalar, Nyu-Yorkka ketmoqchiman. Bad Boy degan komanda bor. Label. Shu komandaga qo'shilish niyatim bor. Voy, niyatingizga yeting. Bizlar ham chiqsin, tako zvezda odamlar. Yur ham tinchlantiringlar.
Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 316-maktab fizkultura o'qituvchisiman. Hop, eshitaman. Musobaqalarga qatnashmoqchi edik bizlar maktabdan. Shu yaqin kunlarda nima musobaqalar bo'lyapti sizlarda? Tak, shu kunlarda basketbol bo'ladi. Bir oydan keyin balli yigitlar bo'ladi. Balli yigitlar? Aha. Bizanichi basketbolga yozib qo'ying. Xo'p, bo'lmasa bizga 3 kun ichida o'yinchilarni spiskasini berishingiz kerak. Qancha tezroq bersangiz, shuncha yaxshi bo'lardi. Xo'p. Beramiz spiskasini, xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Shoshma, mana qara. Basketbol o'ynashni bilasanlar? Yo'q, bilmaymiz. Borlaring darsingga. Qatirtib qo'ymaydi mana. Assalomu alaykum ona. Labay. Bolam, yaxshimisan? Shkafda kitoblarning orasida ro'zg'or uchun pul qo'ygandim. Topolmayapman. Bugun bozor kunga pul bermasam bo'lmaydi. Sen olmadingmi? Adam olgandirlar-ey. Xo'p, boraman. Yo'q, bolam. Topdim. O'qishingdan qolmagin. Mayli, ko'rishamiz, xo'p? To'g'ri. Yaxshimisizlar? Ha, taksichi qiz bolamikan? Конечно. Baxtiydi bola g'urrga tupurgan holatda qizini mashinasida yurmasa kerak-a? Kira qiladigan qizlar ham ko'payib ketyapti lekin o'rtoq. Da, Baxti. Agar biznes klass chaqirsang, oxirida shunaqa xaylashib qo'yadimi? Bo'ldimi, mazax qilib bo'ldalaringmi? Voy, mazax qildik. Namuncha maktabda begona litsiolar ko'payib ketdi. Boshqa maktabda kelgan litsiolar. O'zini maktab remont bo'layotgan ekan. Orasida bir chiroylirog'i bormikan? Shunisi problema-da. Bu anochi. Bo'lmaydi. Как раз sanga bo'lmaydigandan kerak. Figurasi bo'lmasa ham attak chiroyli qiz ekan. Xush kelibsizlar maktabimizga. Bu maktabni eng krasavchik bolasi o'zim bo'laman. Ana, sizni ismingiz nima? Nima edi? Maktabda eng chiroyli qiz uchun chiroyli qo'shiq. Men seni sevaman. Ishon. Bor zo'rtivaga artist bo'lib bo'lmayapti. G'alati. Jigar. Nima dedi? G'alati ekanman. Ha, tinchlikmi? Pul baxt topgan deymiz-ku. Pulsiz ham baxtli bo'lmas ekanmiz. Da. Lekiga ko'p pul ham odamni bizar ekan. Ayniqsa puling bo'lib turib, birdaniga bo'lmay qolsa, tugadi degan. Menga ko'p pul kerak. Insga kirish kerak. Uyda ham bir ahvol. Qara, menda bitta tema bor. Shaharga dori tarqatish kerak. Qanaqa dori? Tarakan dori. Doridagi dori yosh bo'lamasdan, Sanjar. Yaxshi pul qoladi. Men bunaqa ishlar bilan shug'ullanmayman. Senga ham tavsiya qilmayman. Yur ovqatlanaylik. O'zing bilasan. Qo'llar, hormanglar, yoqimli ishtag'i. Qo'llar sizlargachi zo'r yengiligim bor. Yengilikni zo'r. Bo'pti, bolalar. Tashqarida bo'laman, chiqarsanlar. Basketbol bo'yicha chempionat bo'ladi. Maktablararo. Baxti, mana sabr, doktor. Doniyor, chempionatgacha chiroyli qizlar ham kelyapti. Men gitaram olishim kerak edi, ustoz. Shunga adam chaqirib qo'ydim. Adam shundoq kutib olib, hozir kelaman, ustoz.
Maktabimiz sha'nini yuqorilarga ko'taramiz. Chempion bo'lib qaytamiz. Boya kelgan paytingiz ishim chiqib bo'lgandi. Просто qornim och ustoz meni. Qo'shilingmi? Kartishga. Yarashdi Yulduz opa. Yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin. Arzonroq narsaga o'xshayapti-da buningiz. Yo'q. Necha pul so'rayapsiz o'zi? Shu 1 oylik arenda pulini to'lashim kerak bugun kechgacha, Yulduz opa. Unda men sizga 1 oylik arenda pulingizni beraman. Savobim kerak-ku. Mayli. Baraka toping. Xullas, bolalar bugun meni mini konsertim. Kimni vaqti bor? Kim keladi stand-upga? Siz ham kazino yig'ishtirib, gaplashing biz bilan, iltimos. Bugun vaqtim yo'q edi, ishim bor. Uzr-a. Men harakat qilaman. Padas. Men boraman-da, jigarim. Tushunarli. Demak, bugun ham chiqib kelmas ekan. Prosta imtihon-da menga, tushunsanlar ham hayajonlanyapman. Qanaqa bo'larkin-a? Lekin o'zbekni kichigi bo'lgandan ko'ra kuchugi bo'lgan yaxshi. Chunki kuchuklarga mazza. Ular ovqatlanib o'tirgan paytda kimgadir idishda oyetmagan bo'lsa, birorta kichikroq kuchuk borib olib kelmaydi. Yoki men biron marta ko'rmaganman, kechasi soat 11 da akasi uchun nos qidirib yurgan kuchukni. Lekin kichkina bo'lishi ham plus tomonlari bor. Masalan, meni opam keladi, opamning dugonalari keladi, yuzimdan tushab, "Uy, shirin bola ekan" deb bo'p olishadi. Bu menga juda yoqadi. Lekin akam ham o'rtoqlari kelib turadi. Shirin bola ekan deb. Bu menga umuman yoqmaydi. Nima demoqchiman? Aka, o'rtoqlaringiz kamroq uyga olib keling. E'tiborlar uchun rahmat, sizlar bilan Sherot Karimov bo'ldi. Chiqishim tugadi o'sha вообще zo'r bo'ldi. Men juda xursandman. Agar sizlar yana ko'rishni xohlasanglar, keyingi hafta yangi material, yangi hazillar bilan men sizlarni kutib qolaman shu yoqda. Qalay, ashshini. Siz ayting, qalay bo'ldi? Вообще chotki, birinchi bitta bolt bilan kirib olding, sezilib turibdi, pauzalarni chotki ushlab, zritel kontakt ushlab, hammasi hazilga ketma-ket. Ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Ko'chaga chiqdim. Atak ko'chadan kulgu eshitildi. Faq bo'lib turdi. Islom ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim, o'sha narsa kerak. Qalisan? Zo'r. Nima qildinglar? Ozodman uncha xursand chiqib ketadi. Ko'rmabdilar. Meni chiqishimni. Mana buni senga berib yuborishdi. Aha. Qalay, yoqdimi? Da. Yo'q, bo'lmas chiqishing. Da. Maza qildingmi? Zo'r, maza qildim. Zo'r, haqiqatan. Siz ayting, qalay chiqdim o'zi? Zo'r, ko'rding o'zing, odamlar kulyapti, odamlarga yoqyapti. Kulyapti ustingdan emas, hazillaringdan. Zo'r. Endi kattaroq program yozish kerak. 45 minut, 1 soat nimadir material yozilsa, so'lni programma qo'ysak bo'ladi. Faqat ishlab turilsa. Ishlash kerak. Sho. Bo'pti. Aka, rahmat. Istoriyada maqtanavermasdan hazil yozish kerak. Rahmat. Hayollarimdan, yuragimdan, qalbimdan. Rahmat aka. Sog' bo'ling, charchamang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchangsizlar? Shuni rasmga tushib olaylik. Davay. Chota bu yoq qorong'iroq ekanda. Yuring, men bu yorug'roq o'taylik, aka. Davay, bo'ladi. Bo'ladi, mashq. Aha. Kim edi ular? Aniq meni muxlislarim emas. Yo'qmasam prosta hazil yo'qma deb ketishgan bo'lardi. Ishlar siqilmay chiqadingiz? Yo'q, normal. Sanqatdan paydo bo'lib qolding. O'rtog'imni fayz olishni ko'rgani kelyotdim. Magazindan chiqsam fayz olib turibdi. Hali ko'rdingmi chiqqanim? Yording jigar. Sek. Voy, uzrli. Sek.
Ana, oldik. Ana. Borim. Sanjar. Salomlashmaysanmi? Berdim eshitmadinglar. O'g'lingmi? Katta o'qibdi-yu. Sen meni tanidingmi? Men sen o'zim katta qilganman, bolam. Nashta bilan ko'rishim uchunmi? Tanimadimi? E'tibor bermang. Hozirgi yoshlar mana shunaqa bo'lib ketgan. O'rgildim. Katta o'qibdi lekin. Qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Keldingmi? Issiqqina ovqat o'rab qo'ydim. Yaqinda qolib qo'ydim. Al yeb olgin. Boshqa yo'q. Non shu qoldi bolam. Ol. Ol. Sanjar. Anvar kelgan. Esimda. Esingda? Esimda. O'shini Anvar. Izzatinglar bitta chiqinglar. Nima deyapsan sen? Turinglar, chiqinglar. Ben bora To'xtang, nima Chiqinglar. Qo'llar qo'l. Qanaqa bo'lasiz o'zi? Sizlar chiqing. Nima? Otangga shunaqa muomala qilasanmi, Galvars? Ota shunaqa bo'ladigan bo'lsa kerak emas ota menga. Nima? Kerak emasmanmi endi? Ana ko'rdingmi? Sen bergan tarbiya mana shu. Onnangni. Senlarni. Nig'mat aka, to'xtang. Aka, xafa bo'lmang, to'xtang. Bu bolalar gapiraveradi. Qara. Iltimos, to'xtang. Aka. Avo. Men sen aytgan ishga roziman. Faqat bolalar bilmasin. Ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani. Kulrang bir xil xonadonlar, ichidagi bir xil bolajonlar, qora yoki oqni tanlar, maktablarda bir xil fanlar, maqsadsiz bir xil odamlar, qishgacha yegulik g'amlar, uylarda doim tayyor shamlar, jim kishanlar. Dushanbadan shanbagacha hamma ko'chada, kim ishda yo'lda, bu botqoq ko'chalarda peshkom, lekin gentleman ish hayolda. Bo'yinda qars o'qimidi, dars tushunmaydi, bars bitta ham ish kelmaydi qo'ldan, bitta ham kasbni tushunmasdan u biznes boshlaydi noldan. Bugundan reja bo'lmasa o'zgarmaydi ertaga. Ertaga hammasi yaxshi bo'ladi degan gap bu kimnidir ertaga. Ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani. Qatga kelib qolding orta, to'la ko'cha kvazimoda, pul ketar kazinoda, o'tamading sinovda. Qatga kelib qolding orta, to'la ko'cha kvazimoda, pul ketar kazinoda, o'tamading sinovda. Ertasi yo'q bu bollani, nima ham qilarding bog'lani, kasal qiladi bular sog'lani, orzu qilib yashab o'zolani. Ertasi yo'q bu bollani, nima ham qilarding bog'lani, kasal qiladi bular sog'lani, orzu qilib yashab o'zolani. What's up? Oh, what's up? What's up? Ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani.